Ko'pchilik doktorlar bemorlarga siz operatsiyangizni eng zamonaviy uslubda, eng oxirgi metodlarda bez boleznini qilib, endoskopik apparatda qilib beramiz deydi. O'zi o'sha endoskopik apparat nima? Kelinglar hozir bu videoda sizlarga mana shu narsani tushuntirib beramiz. Akmal aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endoskopik apparat haqida ma'lumot bera olasizmi? Bu o'zi nima, qanaqa? Endoskop endi oddiy tilda odamlarimiz lazer deyishadi. Endi lazer bu endi unaqa lazer emas. Bu o'zi aslida kichkina teshicha qilinadi, orqa bellam, ruchka bilan teng teshicha qilinadi va mana shunaqa razmerda mana shu kamera bilan kiriladi va shu grija olinadi. Ko'rasizlar, kichkinaligini. Mana shu teshichadan kirib, shu jarayonni o'tkazamiz. Bu kameramiz 100 barobar bizga kattalashtirib beradi. Mana shu grijamizni ko'rsatib beradi. Biz esa mana bu forceps degan instrument bilan ko'ryapsizlar mana ilib olib chiqaramiz.